xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Uning qalbida g'azabdan boshqa hech nima yo'q. Fikrlari xavf ostida. Dadasi izderaksiz. O'zi maktabidan ayrilgan. Gerçi dağlık baybarası Rahimcan onunla his taşlıq qılıvatqan bolsunmu, onun müşkilatlari his taşlıq bilan yengillab qalmaydı. O, avladıdan tartib, müşü ziminning xo'jisi bo'lib kelgan Eli dehqonning o'g'li. 30-yillarning bu kunlariga kelganda o'z uyida turishqimi amalsiz qolgan. Bundaq tengsizlik 200-300 yillar ilgari Amerika qit'asida indianlarning beshiga kelgan. Afrika negerlarımı bu günni ko'rgan. Bu Ziyaudin oilasining fojiasi emas, butun Uyg'urlarning beshiga kelgan qora kun. U o'ylagan sir g'azablanadi. Albatta, g'azab yo'qotishning mahsuli. Nuri tex kichik inisining vahshiylarcha etilganligini ko'rmadi. Qonga milangan bola jasdini ko'rish naqadar dahshat. Butun mahalla xalqi qo'llariga tayoq to'qmoq, tosh paltalarni elishib, vahshiy askarlarni xuddi qo'noqliqni tilg'igan yovtunguzlarni qo'g'lagandek qo'g'ladi. Bichar balalar askarlarni ko'rib, xuddi ularni qo'g'dab qaladigandek ishtini yetilab o'giziga chiqib olgan ekan. Sadda balalar nutq o'qining shuncha yiroqdan kelib jon oladiganligini na'dan bilsin? Nuri texi bu balalarning jasdini ko'rmadi. Mahalla xalqi ho'nkirab yig'ilishib, hamroni onasining yeniga hamroh qilib ko'mginni u texi bilmaydi. Uning qalbidagi g'azab va himsining mahsuli. U qon qarz qisosining mahsuliga aylansa, ko'chada ko'ringanli cherik tig' uradigan o'xshaydi. Lekin bu cho'ng ishlarni ko'ngliga pukkan yigitning qiladigan ishi emas. Rahimjon qora qosh, qora ko'z, qonsharliq, oq yuzlik, chiroyli, qomatli yigit o'zidan xilili kichik Sahra o'g'li Nurining yirik sochlarini silab turib, "Nuri, yolg'iz nafrat bilan bir vahshiy hokimiyatni og'dirib o'tkali bo'lmaydi. Shinsay hokimiyati hozir Sovet ittifoqining Jungo Kommunistik partiyasining qo'llashiga ega. Ammo Shin hamon bir kuni egillarini tishlaydi. Jungo Kompartiyasining Shinjongda turishli vakillari Dengfa degan kishilar Shinsay kelib chiqishidan aytganda qorniyat miltariz. İddisidan aytganda yarli xoqon, harakatidan aytganda bo'ri nasllik to'ng'oz debdi. Mening bir rus og'inam bu gapni menga deb berdi. Nurg'un rus og'inlarim Shingdobani tillaydi. U hamon egisini tishlaydi deyishidi. O'ylamamsan, hozir hammali ish chatoq, pul paxallashdi. Mal bahosi kundan kunga o'rlayotdi. Amaldarlar bilan oshko'z baylar zo'rliq, zo'mbo'liq qilyotdi. Xiyonat, poraxo'rlik avj elib, xalq kun ko'rolmaydigan holga yetdi. Bundaq ahvolda xalq cho'qim qo'zg'aladi. G'ani o'g'irning odamlar hozir ko'payibdi. Bir boy Qashqar orqali Angliyadan nurg'un qurol setib olib, g'anilarga chiqartib beribdi. Xalqimiz harakatga keldi, Nuri. Bizni bir kuni Sovet ittifoqimi, Jungo Kommunistik partiyasini qo'llaydi. Biz qurolliq inqilobga tayyorlanishimiz, Shinjongdami Oktyabr inqilobini qo'zg'ashimiz lozim. Nuri siyosiy so'zlarni yaxshi ko'radi, lekin u gaplar bugungidek ta'sir qilmagan edi. U o'rindan irg'ib turib, "Mening jinim olqinimda, bu jinimni xalqni zulmdan qutqizishga otidim" devatdi. Rahimjon kulib qo'yib uning mursiga qo'lini qo'ydi. "Texi sening uyingda menikida qonliq fojia bo'lmadi-ku. Bizning oila buningdan 5-6 yil burunli qirg'in qilingan" dedi u tartib. "Men shu qonliq manzirini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Sen bizni cho'ngboy, hukumatning himoyasiga ega deb o'ylaysan. Yo'q, zo'r bo'lganda hukumat degan boylarni ko'proq o'ltirdi texi. Bilasan-ku, mening tuqqanlarimdan hozir Sirojidin boy turmada. Mas'ud kichik dadam Nanjingda. Bu to'g'ri sentabrda Sirojidin boy akam bilan Akbar, Abdez degan akallarim Urumchidan qaytib kelyapsa, Aleksandr deganlar ularni yo'lda qo'lga olgan. Ondan Urumchiga olib Shinsayning turmisiga solgan. Akbar akam o'zini mutham deb tillagan o'risni, "Sen o'ris mutham" deb qo'yibdi ekan.
Şingdobanning cheriklari akamni 9 qish bilan chekisdan qisib, ko'zlarini chashirib chiqarib etgan ekan. Akam shunda qiynalib o'lgan. Abduz akamni 500 qamchi urib qiynab o'ldirib etgan. Yana texi Rahimjon o'pkidab yig'lab etdi. Yana texidan keyin tuvandagi hikoyalarni yig'lab turib so'zlab berdi. 1933-yilning oxirida Van Qadir, Zazaza, Lever Taysaxun degan Tungan baydari Hajitoning Jin sho'ringa qarashliq bir yeng askar bilan birlashib, G'oljida isyon ko'tarib shaharni bir hafta so'raydi. Tarbag'astaydagi nomliq Sovet askarlari G'oljiga Shingdobanga yordam bergili kirib, zambirak etib Tunganlarni bostiradi. O'rus askarlari Rahimjonning Dilshod ismli Sovet ittifoqida o'qib kelgan bir navra aksi bilan Zaynavuddin bayning 40 necha urug' avlodini mükünüp olgan qo'rovdan haydab ochib etib yetibdi. Balaga chidamay Zaynavuddin bay yugurib chiqsa, uni etib yetdi. Qolganlar eshiklarni ching taqab, qo'shni qo'rovdagi Helim Qazoq degan odamning samonligiga müküp oladi. Saram Momay ishki jasadni yo'tkashga odam chiqaradi. Shu chaqda eshiklarni cheqib, Sovet askarlari yana kiradi. Maryamxon Momay 4 askarning oldiga yugurib chiqib, "Ahat kafir, erimni attın, oğlumni attın, canning ayg'uchiligi qolmadi" deb varqiraydi. 4 askari bir Momayga 4 paydan o'q atadi. O'ruslar ularning butun mol-mulkini, uy bisotini bulab ketadi. Rahimjon tomdan ortilib Sovet konsulxonasiga kirib, rus ag'inalarini boshlab chiqadi. O'ruslar ahvolni ko'rib, "Xafa bo'lmanglar, xushmaslik bo'pti. Tungan oilasi deb ma'lumot bergan ekan. Sizlarni Tungan deb aytib qo'yibdimiz" deb javob beribdi. Rahimjon bu qonliq voqeaning shohidi. U nohaq o'lim, begunohning qani qanchalik azobli ekanligini biladi. U hozirgacha bu voqeaning uqishmaslik ekanligiga zodila ishonmaydi. Ba'zilar Nanjingga qechib ketgan kichik dadang Mas'udga qarata o'shmanlikdan bo'lgan ish deyishadi. Sabir Hojiyevlar tarixi hammaga 5 qo'ldek ayon. Ular o'zdan chepib, yer echib, ili tuproqni ko'kartganlarning biri u. Rahimjon osh Sabir hojining navrisi. Sabir hojining qizi Xasixon xonimni Qozondan G'o'ljiga ko'chirib akelgan bir No'g'ay bayga yotliq qilgan. Ular bola yuzi ko'rmagan. Shunga Nusratbay Rahimjonni hadisi Xasixonga beqib berishga bergan. Avzalning uyi O'rus konsulxonasiga yondosh bo'lg'achqa, Rahimjon rus bolalar bilan o'ynab cho'ng bo'lgan. Sabir hojilar bola chaqasini Ulili degan rus oila maktabida o'qitib tarbiyalagan. Keyin ularni Abdurahmon apandi tarbiyalagan. Ular bolalarga tabiiy, ijtimoiy fanlarni o'tgandan boshqa axloq va Yevropa madaniyatini singdirishga alohida e'tibor bergan. Shunga Rahimjon gap so'zi siliq, muomalada adablik cho'ng bo'lgan. Bo'libmi Rahimjon jamiyat ishlariga alohida qiziqadi. Uning ikkala oilasi ruslar bilan savdo qilib, rus tatarlardan do'st bo'lib, turmush odatida tatarlashgan oila bo'lsa-mu, Rahimjon doim o'zining mush tuproqining egisi bo'lgan Uyg'ur ekanligini unutmagan. Og'inlardan biror chaqchaq bo'lsa-mu, "Ishak" deb qo'ysa, u darhol tatirib, "Sabak" deb ruscha javob qaytaradi. U doim do'stlarga "Mening 7-bovam otishdim. Ammo shu buvamning ayoli mening 7-momam naq mush yerlik. Dada jamatim iliga kelgili 270 yil bo'ldi. Ona jamatim 1000 yildan uzoq tarixga ega G'o'lji dehqoni deb maqtanadi." Bu oilaning tarixiga Nuri to'limi qiziqadi. Nuriga Rahimjon o'zining tarixini to'limi obrazli qilib hikoya qilib bergan. To'g'liq Temirxonning navrisi Vaysixon tog' g'olidan eqib chiqadigan go'zal g'oliga dafn qilinib, u yer mazar bo'lgandan keyin uzun o'tmayla Uston Otishning Aqtama degan yeridan bir dehqonning o'g'li Sultoni Uvays mazarini ziyorat qilish istigi bilan Tashliq Qo'rg'oq yezida tirishib pul yig'adi. U dadasidan duo elib Sultan Bug'raxon mazarida qadimiy Qarxoniylar Uyg'ur davlatining podshohidan panoh tilab, nazr qilib, to'ga va qechir bilan yo'lga chiqadi. U suvsiz cho'llarni besib, tabiat naqshlangan Qoqos tog'ini bo'ylab uzoq mengib Aqsuga, ondan keyin Mata Shatavar savdogarlarining karavaniga qo'shilib, Guliqoq, Jigida, pista badam qachilangan xo'rjilar ortilgan ikki to'gisini qechirga agashtirib, Mozat dovondan eshib, Eli vodisiga yetib keladi.
cheksiz yayloqlar gullar bilan chumkalgan tog' qapdallari yop-yeshil, rat-rat qarg'ay, illiq shamol ishbar puruqini urib turadi. Bu yerlarda otishdikidek na kuyuk oftob, na chang to'zan yo'q. Tog' suvlari viliqlab kulib, o'ynab sakraydi. O't cho'plari qaramtul, to'q yeshil ranglarda maylag'andek yaltiraydi. Yigit tugi qachirini ajoyib yo'g'on qarg'aylardan yasalgan salg'i selib sho'x ili daryosidan o'tkazadi. U bundaq daryo, bundaq salnimi otishni ko'rmagan. U oxiri Sultoni Uvayis mazariga keladi. Mazari necha kishining kuchga yetmaydigan terak qor yog'ochlarining orasida ekan. U yerdami heliq sho'x suv, heliq ishbar havo. Yigit yerga zaminga oshiq bo'lib qoladi. U Sultoni Uvayis mazarining shayxining shotvar ko'nglak kiyib, beshiga mata yog'liq chigib, yalang oyoq yuradigan chiroyli qizig'ini oshiq bo'lib qoladi. Eli vodisidan ketmasga va'da berib, shu taranchi qiziga o'ylanadi. Tunji o'g'liga Temir Qo'za deb ism qo'ydi. Temir Qo'zidan Po'lat Qo'zi ismli o'g'il tug'iladi. Temir Qo'za o'g'lini o'qitadi. O'g'li Po'lat Qo'za Bulukay yesidan o'ylanadi va yuzbigi bo'ladi. Uning qo'l ostida Bulukay bo'rosin, Qo'listay degan 3 soy suyini panoh qilishgan Uyg'ur dehqonlari bor edi. U saylarning suyini bo'zg'a boshlab o'stan chepib, bo'rosin Avruz yezillarini bino qiladi. Janubiy Shinjongdan jazolanib chiqqan Uyg'urlar bu yerlarda dehqonchilik qilib, Chiyalong hukumatini boqadi. Ma'zamzod Hekim davrida Po'lat yuzbegi Qosh daryosidan boshlangan Oq O'stangni 1762-yili qurilgan harbiy hokimiyatning markazi Suydun ko'ragi yetkazadi. Po'lat yuzbegi xushalliqida O'stangda eqib ko'ragicha borganmish. Buning G'ojak yuzdan Arvuzga oqadigan Sadang O'stang, Seg'iz O'stang degan tarmoq o'stangrim bo'pti ekan. G'oji yezilari ko'payib, bo'z yerlardan ko'karishida Po'lat yuzbegining to'pisi cho'ng bo'lgan. Uning to'pisi hisobiga shu chaqning hukmdori Ma'zamzod G'ojiga Tayji mansibi tekkan. Shuning bilan u Hekim Tayji, Hekimbagi degan nomga ega bo'lgan. Po'lat Qo'zining Bayqo'za ismli o'g'li Arvuz yezida o'tirgan. Uning 5 o'g'li bo'lgan. Ulardan Sabir, Sodiq, Turdi yuzbegilar katta nom chiqargan. Sabir Buxorodan kelib, Arvuzga o'rinlashgan bir o'zbek olimiga o'zining qizini bergan. Ondan cho'ng o'g'li Aqtamni shu o'zbek olimiga qo'shib Buxoroga avatib o'qitgan. Aqtamdan boshlab bu avlod chet el bilan berish kelish qilgan. Shundan boshlab Aqtam bir chatdan o'qib, bir chatdan savdogarlik qilgan. 3 yildan keyin Iliga qaytib kelib, qozoqchilik bilan shug'ullangan. Nurg'un charvaga ega bo'lgan. Shu chaqda uning singlisi Maymunaxon Germaniyadan teri xurum zavodi akirgan Musaboyevlarning eng chevar o'g'li Bavudunbayga yotliq bo'lgan. Aqtambay o'zining teri mollarini zavodga yo'tkab, kuyovlarining yordami bilan boy bo'lib, dadasi Sabirni haj qildirib, Sabir hoji degan nomga ega qilgan. Inisi Mas'ud Turkiyaga o'qishga avatgan. Mas'ud u yerda o'rta maktabni tugatib, meditsinada o'qigan. Bu kishini Uyg'urning tunji zamonaviy doktori deyishga bo'ladi. Aqtambayning bolalari Sirajiddinbay, Akbar, Abdiz, Hamidla Sirajiddinbayning o'g'li Adham, inisi Mas'ud, apandining o'g'li Ar Tug'urlar Turkiyada, Nanjingda o'qigan. Sirajiddinbay 1930-32-yillari Rossiya orqali Berlinga davolanishga borgan. Ular shunday qilib, dunyo bilan tanishgan tunji Uyg'ur taranchi baylari bo'lib qolgan. Hozir Nurining ko'ngliga tasalli berib, Yevropada yasalgan taxtayliq uyda tulki terilari silingan naqshlik Rossiya o'rindiqlarida o'ltirib, yuqorqi tarixni salmoq bilan so'zlab berayotgan yigit ashu Sabir hojining 2-o'g'li, Nusratbayning 2-o'g'li Rahimjon. U o'zini Sabir Hojiyev degan familiya bilan ataydi. Uning kiyinishi kostyum burulka, xurum shiblit, oppoq ko'nglak, chiroyli galstuk. Chachlari qop-qora, salpal budur. Burut qo'ygan, ko'zlari o'ynab turadi. Ovoz jaranglaq, yaqinlaq. Baya uning osh chiroyli ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. Nuri, sen boy balalar g'amsiz bo'ladi deb o'ylayding. Ba'zi baylar g'am g'ussimi, dard alamga boy bo'ladi dedi u. Nurining xiyoli fikrlariga ko'chdi.
Jul yamaq kiyimlarini kiyib, yalang oyoq yuradigan Bara bilan Dara kichkina hamrohlar texicha aynaklik panjara, dariza deganni bilmaydi. U mahallada bundaq dariza yo'q. Darizalarga parda tortish, tortqandimi esil yepak pardalarni tortish balki ularga kulgulik to'yila. Tekchiladimi gullar. Gul degan bog'da bo'lmamdi. Panjarada nima qiladi? U yer degan sut qaymoq qo'ydigan yer emasmi? Simkarvat degan o'zichil langshib turadi ekan. U yaxshi saganchuk ekan. Buni o'zichil naqsh aytadigan patifon degani jo'tehi. U fikrlarini aslab beshini sangilatib o'ltirganda eshik chekildi-da, seriq chash, ko'k ko'z bir qiz uyiga usul o'ynagandek sho'xlik qilib kirib, rostchi bir nimalarni dedi. Rahimjon qizga Nurini ko'rsatib bir nimalarni dedi. Qiz taptartmasdan Nurini mo'risidan quchoqlab peshonasiga suyib qo'ydi. Krasivy! Farida! deb tunishtirdi Rahimjon o qizni Nuriga. Qiz qaqoqlab kulganda tishlari marvoyitdek yaltirab ketdi. Nurining yodiga darhol Sabiha keldi. Uning vujudi darhol o'tni ko'rgan benzindek yalqinladi. Qayg'u bilan xushalliqning almashmaqi nimanchi tez. Boyili ko'z yesh qilgan Rahimjon mana Farida bilan vals pirqirab qaqoqlab kulmoqda. Rahimjon g'am qayg'uni unutiy oladigan yigit kelgisiga dodil qadam basa oladi degan edi. U shuningga amal qiladi ekan. Nuri qila olami? Nuri o'zini Rahimjonga selishtirib ko'rdi. U o'zining hamisha g'am qayg'u ichida yuradiganligini yaxshi tushundi. Bu uning ojizligi. Unutish, bu bir qaysarlik. Tamak tashlash mushkul bo'lsa-mu, irodaliklarga hech gap emas. Lekin opsining birli nasihati bilan tamak tashlaganlarmi bor? Nuri nimishqi texi Sabihani unutiy olmaydigandi. U yodiga yassa, vujudi quyunga yuluqqan qo'raydek silkinadi. Ota-onasi yodiga yassa, ko'zlariga yosh keladi. Fikrlarini o'ylasa, gelidan g'azo o'tmaydi. U hamisha hissiyotga taslim bo'ladi. Dehqonlarcha oq ko'ngillik uningga ba'zida avorchilik tepib beradi. Rahimjonning aytishicha, to'limi oq ko'ngil bo'lib ketish kasbiy inqilobchiga ziyonli ekan. Quvluq hiylagarlikni o'rganib olish kerak ekan. Nuri qila olamdi. Quvluq hiylagarlikni o'rganmak, rus tilini o'rganmakdanmi tas. U nimishqimi dehqondan tug'ilib qolgandi, ha? Tatar qizi Faridaning kulkilarining hammasila rasmidi. Dehqon qizlari nimishqi undaq jaranglik, chiroyli kulolmaydigandi, ha? U opsining qaqoqlab kulganini zodil anglamagan. Ammo ko'z yeshini ko'p ko'rgan, yig'i ovozini ko'p anglagan. Dadisi bo'lsa, hamma ishqi kulib qo'yatdi. Hozirmi Nilqi tog'larida, qarag'aylar orasida yoki o'g'irlar bilan o'g'irlik qilib eg'irchilikqa yo'liqqanda nim bo'ladi deb kulib qo'yib yuramdigandi. Anglavatqaninglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Bechara ana bolalari uchun o'tni ko'mash bo'lib, hech rohat ko'rmay yop-yoshli dunyodan o'tdi. Dadisimi hech rohat ko'rmadi. Sansizlagan odamlar bu dunyoga yig'i bilan ko'z ochadi. Dard, alam, azob oqibat bilan yashab u dunyoga ketadi. Nimishqi bu dunyoning rohati hammaga tang bo'linmagan. Shingdobanning qiynatisi, ayoli, qayninisi hammasilar oltin kumush ichida yashaydi. Xohlagan yerga bora oladi, xohlaganini qila oladi, ko'zliginiga erisha oladi. Qiladigani askilik, vahshiylik, erishidigani rohat, farog'at, bayoshatlik. Bu dunyo razillar uchun yaratilganmi? Marhamat, dedi qiz. Nuri cho'chib qizga qaradi. Xiyol bilan xushbo'g'li bo'lmaydi u yigit. Turing, tans o'ynaymiz. Dilqut xazinasi. Bilmayman emasmi? Bilmaganga o'ynaysiz? Qiz Nurining qo'llarini kerib tutdi. Bir qo'lni uning beliga qo'ydi va "Siz qiz, men yigit, elib ma'man, o'zingizni bo'sh tuting", dedi. Nurining bajingari kiygan oyoqlari tansiga zodili kelmadi. Bundoq putlar yo'l mengishdan boshqaga yaramasi kerak. Qiz hadab uni pirqirtib qaqoqlab kulmoqda. Rahimjonmi kulmoqda. Hamma odam kulmoqda. Birla Nuri g'amgin.
kaladan biri yugurib kirdi. Bir sakallık dehqonli hocamdan bir çerik başlap kepti. Kirsin mi? Kim o? İsmi Muhtar ekan. Muhtar cho'ng dadam? Nuri qizni qo'yib etib hovliga yugurdi. Rastilla darvoza oldida Muxtarbay turardi. Uning o'ngsili o'shgan, ko'zlari qizirib ketgan edi. "Bormisan Nuri?" dedi u buqildab yig'lab. "Qarmansan bu xumsila Hamroni? Hamroni nima qildi?" Nuri g'anildab titradi. "Aytibdi." Ular quchoqlashib buqildab yig'lashdi. Ularning murillari tinimsiz silkinatdi. Tizlari pukulatdi. Ovozlari texmi echinishliq edi. Rahimjon ularni quchoqlab ho'nkirab yig'lavatdi. "Jonga jon, qonga qon olaman." Nuri darvoza kaynab turgan o'rus paltisini havoda pulang'iltib varqiradi. "Sabr qil," dedi Rahimjon uni chin quchoqlab olib. "Palti bilan birini o'ltira olaysan. Biz birga 100 ning, hatto 1000 ning jinni elishning yo'lini tepishimiz kerak. Nuri, iroda degan mana shunday chaqda ishlanadi." Muxtarbay bilan Nuri shu yerda qo'nib qoldi. Shu kuni kechida G'o'ljada ajoyib voqea bo'ldi. G'ani o'g'ri nurg'un odamning begunoh tutilgan, o'ldirilganligini anglab, Shangan yomilg'i yolg'iz kelib o'zini ma'lum qildi. "Cheriklarni o'ltirganmi, odam bo'lganmi mana men?" dedi u saqchi boshlig'iga. "Tutilgan odamlarni qo'yib ber." Bu gap shu kunlar butun G'o'lja shahriga taraldi. Rahimjon bu gapni kechida angladi. U yana Azamatovning bu ishni Moskvaga ma'lum qilganligi. Moskvadan Shangdobanga tutilganlarni darhol qo'yib etish, naq jinoyatchini tepib jazolash kerak deb telefon kelganligi. Xinjiang Jahongirlikka qarshi uyushmasining bosh kotibi Yushusungning Shingsayning oldiga kirib, Xinjiang Yaponiyaga qarshi urushning orqa sepi, xalqning ittifoqligi asosiy kuch, cho'ng vaziyatni muhim bilib, ilidagi begunoh tutqunlarni qo'yib etdi. Xalq qo'zg'alsa, oqibati yomon bo'ladi deganligi. Urumchidagi Uyg'ur uyushmasi Xinjiang instituti qatorliq maktablarning o'quvchilarining namoyish qilganligi, ularning olti buyuk siyosatni to'g'ri ijro qilaylik deb shuar to'g'laganligi. Leninchi saqchilarga namoyishchilarni bostirishga buyruq berganligi. Lekin Shinsay Jungu Kommunistik partiyasi vakilining va Sovet konsulining fikri bilan odam tutish buyrug'ini bekor qilganligi qatorliq ishlardan xabar topgan edi. G'ani o'g'rining o'zini ma'lum qilganini anglab, Rahimjon andishiga tushdi. Muxtarbay qarigiri etining g'onjug'isidagi oy paltini polanglatib, dehqonlarni boshlab kirib, yomillarni tub-tuz qilib etaman deb varqiradi. Nuri bo'lsa, o'quvchilarni namoyishga tashkillayman deb darvozaga yugurdi. Rahimjon ularni to'rab, "To'xtanglar, oldiraqsonlik qilmayli," dedi. "G'ani kamni aytib atmisan, qutqizib olaydi deymiz." "Atalmaydi. Chioslan uni etib qo'ysa, beshiq balo topadi. O bo'zaklarni atalaydi." "G'ani kamda qo'rqidi ekanda." "G'ani kamning odamlari ko'ch-ko'chida marab yotadi. Chioslan buni biladi. Cheqilib qo'ysa, balo qoladi." Rahimjon ularni uyga qaytirib kirdi. O'zi shaytonchaq minib, sirtqi mengletib ularga, "Men kelguncha eshak chiqmanglar. Sirt hozirmi xatarlik? Men tushkish qaytib kelaman," deb chekiladi. Muxtarbay o'ylidagi etining g'imida. Ot to'nugundan beri hech nima yemay, tanshirulgandek shippida bo'lib ketdi. Munobayning qo'rosida ot yugidek bir narsa yo'q. Hammani yer sirlangan yog'och. Pa, bundaqmi uy bo'ladi ekan? Ish bo'lmasa, bir bog' qo'noq shex tepilsichu. U hoyliga chiqib, etiga bulka, non uvab berishga boshladi. U hoylining bir chetidagi lapasga besilgan tay mollarni ko'rdi-da, berib tutib bir chetini qayirib ko'rib baxdi. Hammasini esilroq. Kiyim-kechak, po'lat qangaltir, aynak, saranga, kirsin, qog'oz qalam. Hammasi Muxtarbayning mahallasida yo'q nimalar edi. Muxtarbay mushunda qish faslida ot, kala, dugdishib yurgan och to'xular, ot, kala, to'xulardan yem talishib uchib yurgan kaptarlar, qig', tezak, dödü qattiq o'tin, saman to'pan, cho'p beda bu yerda o'qim tepilmaydigan dehqon boyliq bilan to'lib ketadigan yo'g'on ho'ylisini asladi. Uning beg'amo bunda qilin qarliq qishlarda to'shqan ovsiga aylanadi.
necha yuz yillik qeri qar yog'ochlarining kavaklari, bo'k chatqonlarining osti, to'shqonlarining mehmonxonasi. To'shqonlar bu yerlarda o'zining yovvoyi ekanligini unutib qoladi. U yerlarda bazma, to'y qilishib, quruq shaq qo'raylar bilan huzurlanib ozuqlanadi. Buni ho'ylidagi kichkina mevlik bog' ho'ylidan salosun bilan ayrilib turibdi. Avu taraqlab turadigan quduqning suyi ajab suzuk. Ham so'g'uq, lazzatli ekan. Xuddi qishloq tamning buloqlariningidek. Aynak deganimi bo'ladi ekan. Ya so'g'uq, ya shamol o'tmaydigan uyga. Saman qog'ozni panjaraga chaplab qo'ysang, yili seg'izxon shilimni cho'qilab teshib atgan. Yili bo'ron chiqsa yirtilib ketgan. Pah, o'ris deganlarimiz odamdan boshqa hamma nima yasaydi ekanda. Munu Rahimjon degan balo apandimikin desam, savdogar ekan emasmi? Savdogar turib dunyoning cho'ng-cho'ng gaplarini biladi-kana. Lenin, Stalin, Moskva, Parij, Shimdoban g'ojamlarni ko'rgandekli gap qiladi-ku. Ha, janovar. Munu kichkina cho'pni bo'lsimi, ya? Dili u bog'dan qor ostidan ko'kat qo'raylarni yo'lib akilib etiq berib. Shu chaqda vang qilib yenidagi cho'ng bog'da miltiq etildi. Terak boshlaridagi qog'lar qoqildishib, ko'p-ko'p osmon yuzini yopdi. Pah! Bu nimachi qog'a? Nimachi egiz teraklar bu? O, qo'shni boqqa bog' temidan sho'ti bilan yomishib chiqib qaradi. Qanaltir bilan yepilgan uylar, mashinalar miltiq tutgan, peshonasida qizil belgisi bor, uzun mashrang chopon kiyishgan askarlar bog'da yurishadi. Bir askar Muxtar boyning tulki tumoq kiygan beshig'i miltiq tangladi. Mahosanga agishib miltiqining nimaligini yaxshi bilib olgan Muxtar boy o'zini o'ylig'i otdi. "Voy, Nuri, bo'lmadi! Nima bo'ldi cho'ntada?" Nuri o'ylig'i yugurib chiqdi. "O'rislar bizni ot qilib atdi. Miltiqni menga tangladi. Nada? Qani?" Nuri atrofga aloqsadi bo'lib qaradi. "Ovi egiz tomning orqasidagi bog'da. U degan Sovet ittifoqining konsulxonasi cho'ndada. G'ichchida askar, mashina, u askar qo'ydigan o'rin o'xshaydi. So'qish bo'lamdi nima?" Inisining o'limini anglab gangrab qolgan, g'azab taralmagan yigit g'azab bilan barqiradi. "Ilohim bo'lsa-de, men miltiq etishni o'rganaman cho'ndada. Hamma yerni setib, miltiq olaman. Miltiq bo'lsa hammaning bo'ladi ekan-ku. Yaraysan Nuri, men sen miltiqqa beraman. O'zimmi birini olaman. Yaxshi ot bilan yaxshi miltiq bo'lmasa hadi bo'lmaydi ekan. Cho'moq tayoqning vaqti o'tibdi." Nuri cho'ng dadasiga Chiuslangning bir o'g'li miltiq, o'q-dora, apyon setib yurganligini deb berdi. Bir miltiq 30 qo'yning puliga kelgudak. Nuri hozirgi zamon qurollari to'g'risida kitobdan o'qib olganlarini so'zlayotganda, cho'ng dadasi yo'g'on to'gi sanduqiga yo'linib o'ltirib, xo'rak tartishga boshladi. U sim karvatdan kechichi zodila uxlay olmadi. Nuri qo'liga bir kitobni oldida o'qishga kirishdi. U qo'liga kitob chiqsa, hammani unutdi. O'ylagan Rahimjon oldirab xushal kirib keldi. "Xo'sh xabar?" dedi u taxtayliq peshayvonni oldirab chiqib. "G'anikamni qo'yib etibdi." "Nima?" deyishdi Nuri bilan Muxtarboy uyqu va kitobdan tangni uyg'onib. "Rasma?" "Ras, oqshom G'anikam turmay kirgan ekan. Yolg'iz kirgini qarab, uning bir hiylis bor o'xshaydi deb saqchilar qo'rqibdi. Uni yolg'izni bir kameraga solab 5 otar tutgan 10 cherikni post qo'yib, Chiuslingga ma'lum qilibdi. Chiusling tutganlarni qo'yib etishga buyruq beribdi. Harbiy holatni bekor qilibdi. G'anikamni darhol bir ying askar himoya qilib o'limchiga yo'tkazishga buyruq beribdi. Shu chaqda ikki donliq boy Chiuslingga G'anikamning sizga qolgan so'g'isi deb 4 parcha kesak oltin, 2 parcha zix oltin taqdim qilibdi. Ular G'ani o'g'ri Chiuslingga topgan pulning yarmini berishga va'da berdi. Chiusling har yili 500 to'yaq qo'y, 100 ot, 100 kalga ega bo'ladilar deb qo'shib qo'yibdi. Chiusling degan apyunkash pul bo'lsa hammadan kechalaydi. Ondan darholla G'anini qo'yib etinglar deb buyruq beribdi. Bugun cho'ng yig'in ochib Chiusling so'z qildi. Oltibek siyosat bizning eng muqaddas qibla-nomimiz. Ittifoqlashib Yaponga qarshi turish bizning sho'orimiz. Hozir turmini bo'lganlar tutildi, jamiyat tinchlandi, ishlarni yaxshi ishlayli. Mana bu Shindobanning umidi debdi u. Pah, oladigan o'lib, o'ltirdigan o'ltirib, ajab tinchiydik ana, dedi Muxtarboy. Begunoh o'lgan xalqning, ayollar, bolalarning da'vosi yo'qmikan? So'rg'i yo'qmikan? O oltinni elib tinchigan bilan biz tinchimaymiz. Ukam Rahimjon, qanchasingiz eling, men 2 miltiq, bir pay o'q chaylab bering.
Bo'ladi aka, miltiqiga bo'lsangiz oz kun ta'xir qiling, dedi Rahimjon. Xalq uyg'onib miltiq qo'l so'ziskan deyman. Mana bugun bu orzuyimning amaliyatini ko'rdim. Muxtarbay shu kuni Nurini qaragirga mingashtirib, qadimiy karvon yo'li bilan shahardan mahallasiga qarab yurib ketdi. Hamma yoq qilin qor, shahar ko'chalari harva, chanlar bilan to'lgan. Tashlabkida yanala do'konlar ochilgan. Bozorda odamlar mix-mix. Xansu bozorida yo'lning chetiga daq yerda ko'mir cho'g'i do'ylangan. U yerda jo'l-jo'l ko'rak jo'ma, kigiz paypoq, turmi cho'riq kiyishgan. Tizlari ochiq namaratlar dugdishib o'ltirishadi. Bular madikarlar. Ular mushmadikar bozorda xaridor kutib soat-soatlab turishadi. Mursidagi katman gurjaklari badallari bilan tang titrashgan bu odamlar mayda pochoqlari chavat bo'lib ketkichi o'tqa qoqlanadi. Ular badaniga harorat topgan hamon qo'rsqining ochliqini yodiga elishadi. Lekin ularda qo'rsoq to'yg'izadigan mahorat yo'q. Ular bir kunda bir qattiq nonga ega bo'lsalar, hayotdan rozi. Ular kashda bu shaharning Qoridung, Taqchi degan mahallalardagi azon danglarning quruq bo'ri silingan yotoqlarida tiqilishib, sig'dilishib yetishadi. Ularga hech kim parimi, sadiqim bermaydi. Ular bu narsalarni tilamaydi. Ular har bir kunini ana shundoq titrab g'alaldash, qo'llarini puvlash bilan och-yalang'och o'tkazadi. Bular gunohkor emas. Oq ko'ngil emgakchilar. Ular nanalardan g'olji deganning bir eriqida oltin, bir eriqida kumush oqarmish deb anglab, uzoq yo'lni piyoda besib, dengiz yuzidan 7800 metr egizlikdagi muzat davolaridan eshib bu yerga baxt izlab kelganlar. Ular birining bir tiyin pulga ko'z olaytmaydi. Birini behuda ranjitmaydi. Kimni ko'rsa, ikki qo'lni ko'ksiga qo'yib, egilib salom berib turadi. Ularning bu yerga hukmron bo'lish tamasimi, g'arizimi yo'q. Qo'rsq to'ysala, av dumbisdan ko'miri tushmaydigan eshaklarga o'xshash umr bo'yi qul bo'lishga rozi. Muxtarbay bu xil odamlarni ko'p ko'rdi. Ular bilan birga yashadi. 4 yillik musofirlik uningga bu odamlarni tunishtirdi. Bay balalarda yo'qliqlarning ularda borligini ko'zi bilan ko'rdi. Shunga u bu yetimchi deb ataladiganlarga alohida amroq. U Xanzu bozoriga kelib bir samsxona oldi to'xtadi. Qancha samsang bor, ey qashqolik? Qancha lazım de hocam? Dugdayganlarni sanab kela, Nuri. Jugo. Har biriga 5 tan samsa, birdan girdelib beray. Yashab kelsizlar hocam. Savob deganni usib oladigan bo'ldi-da. Senmi pul deganni usib olasan, qashqolik. Qashqolik deydiganlar, yana samsirib beradiganlar hocam. 7-chi deganning hammasi qashqolik jumsalar. Xo'tallik, oqso'liq kuchaliqlarim bor. Hammasining tomg'isi qashqolik. Nuri yugurib keldi. 72 ekan, dedi u hasrab. Tam to'yda 2-3 tan balasi bor, 3 xotin o'ltirdi. Ha, mayli. 80 bo'lsin. 400 samsa, 80 girda necha bo'ladi? Sanam ol, ola. Muxtarbay g'anjug'usidagi qil xurjunni samsipazning oldiga tashladi. Xurjunning ichki beshi liqqida qog'oz pul edi. Kechda ular mahallasiga qaytib chiqdi. Mahalla sirtida zaratkorlik bor edi. Nuri zaratkorlikda o'nsilib yig'ladi. U otdan tushib, tizig'i keladigan qarni kechib, opsi bilan ukasining qabrisiga qarab yugurdi. Muxtarbayni otdan tushdi. Uning soqol burdi qirov bog'lab oppoq bo'lib ketgan edi. Jinim ukam, hamroh ukam. Nuri ho'ntirab yig'lab kichikina qabrni quchoqlab tipirladi. Muxtarbayning kichik qabri yanidagi cho'ng qabrining oldida tizlandi. Qarindishim, bolalarni asray olmadim. Meni afv qil, dedi u ich-ichidan urg'ib chiqayotgan azob alam bilan silkinib. Nuri qorong'i tushganda hozirg'an, mukchaygan holda o'ylisiga kiradi. O'ylida ikki qo'li bilan ko'rak jo'v sirtidan bog'langan oq mata potiga tayinib egiz bir gavda sal egilib turadi. Dada! Nuri buqildab yig'ilganicha uningga qarab yugurdi. Yig'lama bolam, dedi Ziyovuddin titrangi bo'g'iq ovozda ostan balasining yirik chochlarini silab. Yig'lama bolam. Yig'lavermay, bizmo boshqalarni yig'lataydi. Nuri dadasining tunji hikmatli so'zini angladi.
Qaranğu qishning uzoq kechalarini G'ulji Uyg'urlari mashrab bilan ko'ngillik o'tkazishga odatlangan. Yezlarda, shaharlarda boylarning, kambag'allarning mashrablari o'ziladi. Bunday mashrablarga Hekimbax xo'jam texim amroq. Egiz bo'yliq, qanşarliq, kichikni sarg'ush kak saqili yuziga yarashgan, kam so'z, muomili siliq, xushxuy kelgan Hekimbax xo'jamning atrofiga shahar yezlarining boylari, amaldorlari, dangliq chaqchaqchi, gapchilari, sazanda naqshchilari to'plangan. Ular mashrab bilan qishni o'tkazadi. Bu xil mashrablarda hamma ili naqshlari aytiladi. Usulchilar hunar ko'rsatadi. Chaqchaqchilar qiziq chaqchaqlari bilan xo'jamni kuldirib, hayotning ko'ngillik ekanligini isbotlaydi. Xo'jam bu xil mashrablarda hukumat, siyosat va jamiyatdagi cho'ng ishlar to'g'risida gap qilishga ruxsat qilmaydi. Naqsha, usul, chaqchaq, yeyish, ichish mana bu mashrabning barliq mazmuni. Xo'jam qatnashgan mashrab al ichida hurmatga ega. Bu mashrablarga hamma odam zo'xlanadi. Lekin qatnasha oladiganlar to'lama az. Xo'jamning ko'ngliga yiqish albatta shartlarning birinchisi. Bu mashrabga qatnasha olganlar kerilib mang'alaydi. Cho'ng so'zlay oladi, obro'y va foyda topa oladi. Abdumar Mingbegi o'ziga o'xshash yezi kattalaridan Ma'sum Shangyu, Baham Shangyu Tursunbaylarni elchi qilib yurib, 2 yil etishib bir mashrabga bu yil oraliq qatnasha oladi. Bugungi mashrabning sohibxonligi uning. O shahardagi uyni bo'ltirdan beri mushu mashrab uchun qaytadan echib yopdi. Ast ustini taxtayla qilib, qopqoqliq derazalar qo'yg'izdi. Darvozani ko'ksirilib, tomlarini oppoq haqlatdi. Asiya xonimning degini bo'yicha mehmonxonani esil yepak pardalar, gilam, yepak yekandazlar bilan, mamuq yostiqlar bilan bezab, kishilarga zo'q bergidek holga keltirdi. Tatar ayolining Sabiha, Pariha ismli qizlari uchun ayrim uy tayyorlab, sim karavatlar, ustal o'rindiqlar, kitob ishkablarini yasatdi. Mana bugungi mashrabga G'ul shahrining kattallari to'liq keldi. Birla Nizarxon xo'jam uningga "Mashrabmi bu, eg'izmaylashmi?" deb qo'pol javob berdi va kelmay qo'ydi. Lekin buning bilan Abdumar Mingbegining ro'yi tushib ketmadi. U ichida "Xat to'xta, sening do'tayliging tartib olmasam" deb qasam ichdi. Bugünkisi ishning beshi. Kim biladi, 1-2 yildan keyin Nizarxon xo'jami Turdaxunbaydek xoin bo'lib turmidi o'lamdi o'tehi. Shundoq bo'lsa, Shingdoban o'ziga sodiq odamni do'tay qiladi-da, Abdumar Mingbegiga yaqinda o'z sadoqatining birinchi qadami qilib, Chiusilinga 2 ziq oltin bilan bir maxfiy xat akirib berdi. Xatining mazmunini o'zi biladi. Nizarxon xo'janing ustidan yozilgan bu xatida turmaga kirguchi Ziyovuddin G'ani o'g'rining sherigi. Ziyovuddinning aksi Muxtar Mahosanga askar bo'lib, Shingdobanga qarshi 4 yil o'q atgan. Ularning ariq terigi Nizarxon xo'ja. 9 tara Nilqi nahiylarida hukumatga qarshi qurolliq tashkilot bor. Uning boshlig'i musha hozirgi Do'tay Nizarxon xo'ja degan gaplarni u bekorli yezib qo'ymaganda. Nizarxon xo'ja Qurbon hayitda mazarda bo'ldi. U hamma uylarni Yuzbegi, Anlikbeshi, 15i hatto Namrat dehqonlarini qo'ymay ta'tiladi. Ashu Muxtarbay Ziyovuddinning uylarini hetlab Abdumar Mingbegining bu so'g'isiga dastlabmi qo'ymadi. Texi Qurbon hayit namozida qubbada seriq sallaning bir uchini maydisiga tushirib olib nutq so'zlab, "Poraxo'rlikni yo'qotish 6 buyuk siyosatning biri. Mingbegi 105lar pora elevatidi" degan fikri bor. Poraxo'rlik hukumat oldidimi, Xudo oldidimi gunohga bo'g'ilganlik dedi. Uning tilining ostida til bor. Ziyakning o'z yerining dallarini to'kkanligi rost. Aysa Shangyoning 3 yildan to'kmay uning yerini teriganligi uningga 5 qo'ldek ayon. Lekin Aysa Shangyo men oq deb turibsa, uni qora deyishga Mingbegining tili qandoq bo'lsin? Mingbegini saylaydigan ishni heliqi moliya noziri chiqarganmish. Qurusin. Aysa Shangyolarni ranjitsa, Abdumar Mingbegi na'dan ovoz kelatdi. Butun taranchilar uning chiroyiga qarab ish qiladigan tursa, Aysa Shangyoning to'riq yo'rg'ini Mingbegiga mindirib qo'yishni pari degili bo'lamdi. Hekimbax xo'jamni Sayram ko'li bo'yida qalmoqlar 40 qo'y, 4 tay, 3 qisir baytal so'yib bir hafta mehmon qildi. Bular pari emasmikan? Mushu xo'jamga yarsam baylog'i yarayman. Baylog'i yarsamla Mingbegi, Shenjang, Do'tay bo'lib o'rlab beraman.
naqshi bilan soz qizamoqda. G'ojam beshini sangilatib, badaxshan qurib o'ltirib, uzun barmoqlarini yumshoq xurum o'tkining qo'njag'i asta chekib, butun ishqi bilan iri naqshilarini anglamoqda. Zikri al-Pattaning duttari Abduvali Jarulla degan yigitning ovozi har qachon jon egisini ezib yetadi. O'stangning tegi laydur, chapsi ketman o'tmaydi. Zalim tumchisi beyla beşimizden ketmeydi. G'ojam o'zi bey turib namratlarning nola faryodig'i nemanchi quloq soladikini. G'o'ja tavasidagi 17 g'olining 3-i uning. 2000 o'ylikdek yanchi uning yerini teriydi. Bug'doy chesh bo'lganda uning odamlari chiqadi-da, cheshni 10ga bo'lib, 8ini dehqonga, 2sini g'ojamga buyuriydi. Chuluqay to'xoch yuz shag'liqdan uning yerining hisobi yo'q. Bütün g'ollarning suyi, yurtlarning xeyli ko'pi, mono shahar yenidagi jirg'ilang atrofidagi yerlarmi hammasila uning. U bir kun emgak qilmaydi. Kiyimiga to'p qo'ndirmay, yezicha, qo'za, qimiz bilan tog'larda mevaning shirinlarini yeb bog'ladi yurdi. Uning ochliqining soni yo'q, melimi shundaq. Lekin uni hech kim parixo'r demaydi. Men bir yo'rg'a olganimga hammani eg'izda parixo'r deb tillanmoqdaman. Tex mono g'ojam yana shu ziyakning yalang to'shlariga ko'ngil bo'lib, nola faryod anglashga amroqdina. Naqshlar tugab, marg'ulma oxirlashdi. Lekin tagada zo'ngdib o'tirgan Soyibxon Abdumarim begining xiyoli oxirlashmadi. "Qo'shqoli qo'y", dedi Ibrohim Kemichi Abdumarim begini o'qib. "Uxlab qoldingmi? O'shingdan ketdingmi ya?" "Yo'q. Bu yoq olti qo'za. Bir toy qancha bo'ladi deb hisoblab chiqara olmayotidi", dedi Bo'xan Ko'r degan chaqchaqchi, chaqchaqni uninga markazlashtirmoqchi bo'lib. "Har kuni saharda turib qo'ychilardan qancha to'l oldik deb so'rashning o'rniga qo'ylarning qumliqi qancha deb so'ragadek." Abdumarim begining laqimi xasis bo'lg'achqa, uning xasisligi chaqchaq bilan dumbalanishga boshladi. "To'xolarga teriqni sanab beradigan xasis, kaptarlar damni ko'p yavalsa, Shingdobenga arz yozdigan xasis, Seg'izxon tuxum o'g'irlis qo'rg'oylarini jazolaydigan xasis, Osiyaxon pul sursa, bankini ko'rsatib qo'ygan xasis, pul jiq chiqib ketmasin deb tulg'utini izlaydigan xasis, cho'ng o'g'li sarang bo'lib qolsa, baxsh chaqirishga chidamay, o'zi baxsh bo'lib pir o'ynaydigan xasis, g'alvirga yamoq soladigan, qiytiq tushgan qini shumab tashlaydigan, shamni bir oy chaynaydigan." Kulib, ko'zlaridan yosh chiqib, hujaylari uzilgidek bo'lgan G'ojam oxiri qo'lini ko'tarib, chaqchaqni to'xtatishga sharat qildi. Chaqchaq to'xtadi. Abdumarim begi o'rindan turib, qo'llarini qovushtirib, "Qani, qimizga boqayli. To'gining qimizi. Mashrabni deb 4 tugini uyda bet qimiz qildirdim. Oqsham qilgan yeng qimiz G'ojam", dedi u bir qo'ngan qimizni ishmaydigan G'ojamga alohida tushuntirib. "Kavob olsala G'ojam." Ha, dedi G'ojam. "Amdi xasis demasak bo'lg'odak. Qishda to'ga qimizi, paxlan kopi. Qo'li jiq o'chiqgan. Ko'pchilik yana kulishdi. "Baytal qirsa tart qilishidi, xasis qirsa mardlishidi degan maqol bor G'ojam", dedi Bo'xan yana chaqchaq boshlab. "Qarasala, munu kavobchi qo'zining go'shida qiladi. Nimishqa erkak qo'zining go'shida qilmadi?" "Sana yenidan qarshi shundoq ko'rindi", dedi Zikri Bo'xanning bir ko'zi alas bo'lg'achqa ko'zga hujum qilib. "Men xato ko'rgan bo'lsam, Abduvali qarab baqsin hamsa." Abduvali Jarullaning laqimi qorig'i bo'lg'achqa Bo'xan chaqchaqni u yoqqa yo'tkadi. "Bu kavob qo'y kallasida qiladi ha, Ibrohim aka", dedi Abduvali Jarulla taz laqimbar Ibrohim Kemichiga hujumini to'g'rilab. "Chaqchaq maymoqchi qilib turdi", dedi Ibrohim yenidagi to'kur laqamlik biriga. Qiza, kavob, qimiz mehmonlarning ishtaha ilhomini qo'zg'adi. Ular kulki chaqchaq bilan hilidan hiliga piyolalarni o'ttirdi o'ltirib, qimizni so'rib qo'yib berayotgan kishiga sunishatdi. Kavob to'shig'ichilar o'yladan darvoza yenidagi tegi ambaliq igiz uyga taxtay pallampaylardan yugurishib chiqib tushmoqda. Hamma odam bugungi mashrabdan rozi.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatılayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.